Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Çoğun günahlarınki üçüncüsü sihirgerlik. Sihirgerning kafir bo'lishida shak yo'q. Alloh taolo bu vaqtda Sura Baqaraning 102-oyatida mundoq deydi. Lekin shaytonlar kishilarga sehr o'rgatib kafir bo'ldi. Hani bu yerda aniq qilib sehrni shaytondan o'rganganligi, sehr o'rganguvchilar şu şeytanın vesvesesiyle ügündiğanlığı, ügünüp bunu kafir bulduğanlığını Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aniq bayan kılıyordu. Laneti şeytanın insanlara sihir ügütüşteki maksidi insanların Allah'a şerik keltirişinden ibaret. Allah Teala Harut ve Marut doğrusunda Sura Bakara'nın 102. ayetinde yanımındaydı. Bu iki perişte biz kişilerini sınaymiz. Kafir bo'lmagan demigicha hech kishiga sehr o'rgatmaydi. Ular bu ikkisidan xotinni bir-biridan ayirib o'tilgan narsalarni, ya'ni sehrgarlikni o'rganatdi. Ular sehr orqali Allohning ruxsatisiz hech kishiga ziyon yetkazolmaydi. Halbuki ular o'zlariga ziyni var, faydası yok narsani o'rganatdi. Yahudilar Tavratni tashlab, sehrni setib olg'uchiga oxiratda Allohning rahmatidan va jannatidan hech nasibi yo'q ekanligini obdan bilatdi deydi. Yani Sura Baqaraninki oldingi qismida yuqorqi sehrni shayton o'rgandi degan bo'lsa, keyingi qismida buni bayon qiladi. Nurgun azgın kişilerinin sihirgerlik yolu kirip kalganlığını ve bunu fakat haram dep oylaydiganlığını görsüler. Bırak ular onun küfürlük işgalliğini his kılmaydı. Fakat haram depler, haram bo'lgan ekan dinden çıkıp ketmeyme dep oylap kaldı. Ameliyatta bu kafir bo'lgan dinden çıkıp ketadigan iş. Sihirgerlik işini sihir qilg'izdigan yoki ba'zi ayollarni qizlarni o'ziga qartadigan, sihir qilg'izdigan erlarni qartadigan, sihir qilg'izdigan uni kesal qo'ytiman, yana birini qo'ytiman deb bu vatanda yomon jiq bunday ishlar qarindoshlar diqqat qilish kerak. Bir qochoqlarni yasag'izib, uning jinglarini sanjig'izib, biriga apirib ko'mgizib yoki bo'lmasa biz o'simlikning yoki bir ko'ktatning ostiga ko'mib o'ynab chiqqan beshini kesayotman degandek ajnabiy narsalarni qiladigan sehrgarlar intayin ko'p. Mana buning o'zi hammasi kafir bo'lgan ishlar. Ular sehrgarlikni o'rganib, sehrgarlik qilishga boshlaydi. To'lisi sherik va zalolatdan iborat tushuniksiz so'zlarni ishlatib, erni ayol oldida so'zi o'tmas, ruhsiz va irodasiz qilib qo'yish, erni ayoliga omroq qilish, ayolni eriga o'sh qilish va shunga o'xshash ishlarni qilish uchun sehrgarlik qildi. Sehrgarning jazosi o'limdir. Chunki u Allohga sherik keltirdi yoki sherik va kufrga ilib borgan ishni qildi. Dajjal ibn Abda Umar raziyallohu anhu o'limdan 1 yil burun, vafotidan 1 yil burun barliq er ve ayol sehrgarlarni o'ltiringlar deb yorliq tushirgan edi deydi. Abu Davud ve İmam Ahmed rivoyat qilgan. Vahib ibn Munabbah mundoq deydi. Men o'qigan kitoblardan birida Alloh taolo mendan boshqa hech iloh yo'qdir. Sehrgarlik qilgan ve qildirgan, pal ochgan ve ochtirgan, shumpal olgan ve aldırgan kişiler menden emas deydi deb yozilgan ekan. Aslında bu hadisi Kudüs bo'lmasdan balki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisi bulup Bezzar ve Tabarani İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet kılgan. Albani bu hadisini sahih hadis diyen. Ali radıyallahu anhu palaşkıcı sihirgerdir. Sihirger bolsa kafirdir diyen. İbn Mesud radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundoq degan. Demsilish, tumar esish ve ayollar arasında sık soğuk kılış şeriktir. Abu Davud, İbn Majah, İmam Ahmed ve İmam Hakim rivayet kılan Albani sahih degan.
Tumar nadan insanlar özleriga, ballarga ve hayvanlarga köz tegishdan saqlanish uchun esib qo'yilgan narsani ko'rsatdi. Bu jahiliyat davrida qolgan yomon urf-odat bo'lib, kimki buni e'tiqod qilsa, sherik keltirgan bo'ladi. Issiq sovuq qilish sehrning bir turi bo'lib, ayolni eriga yaxshi ko'rsatish uchun qilingan ishdir. Tumar esish ve issiq sovuq qilish sherik keltirish qatoridan qilindi. Chunki jahillar bu Allah Teala'nın azali takdiri, yani Allah Teala'nın azali takdiriga ta'sir ko'rsatdi deb e'tiqod qiladi. Har bir mu'min Allah takdir qilgan barliq yaxshilik va yomonlikqa iymon keltirish lozim. İman bilen ibadet onunla Allah'ın takdir kılgan narsasi hammadan ve barliq sebeplerden üstün ekanligini uqtirdi. Hattabi Allah onun rahmet kılsın mundaq deydi. Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın güzel isimleri bilen demsiliş caizdir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nevirleri Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhumaga demsilib mundaq deydi. Allah'ın mükemmel kelimeleriga sığınıp sizlerge barliq şeytan ve zehirlik hayvanlarının yamanlık kılışıdın, şundaqla barliq yaman közlerinin tegişidən panah tilayman. İmam Buxari, İbn Majah ve İmam Ahmed rivayet qilgan sahih hadis. Allah'tan yardım tilaymiz ve onunla tevekkül qilamiz. Çünkü bu hadiste deyilgeni Allah'ın güzel isimleri, yani Şafi isim bilen şifalık bergen, Rahim isim bilen Rahim qilgan, mağfiret qilgan degandek aşında Allah'ın güzel isimleri bilen demsileş ve Kur'an-ı Kerim'i okup kesellerge ve aşında köz tekken, til tekkenlerge hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün nevirlerine kavuşa zahirlik hayvanlarının yamanlığını saklanish to'g'risida Kur'an-ı Kerim arqali demni silib, ondan keyin duoni qilganda men dam saldim şunu bilan bu yomonlikdan neri turdi demasdan Allohga iltijo qilamiz. Yani ya Rabbim, men shu o'qigan oyatlarimdagi izzat hurmati bilan mushu kasalga shifolik bergan yoki bo'lmasa mush palonchini balo qazolardan saqlag'aysan degandek yanayet yaxshi orzu tilaklar bilan duo qilsak, inshaalloh Alloh taolo duolarimizni ijobat qiladi. Bu damsilishimizmi shariatga uyg'un, joiz bo'lgan damsilish bo'ladi. Barliq qarindoshlarga Alloh taolo darslarimizni manfaatli qilib bersin. Qarindoshlarningki darslarni o'rganib, o'zining amaliy turmushida tatbiqlab, Allohning buyrug'ini bo'yicha minib ko'rsat, chekliginden neri turib, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ko'rsatmasi bo'yicha yashab, qiyomatda Allohning jannatlarida birga bo'lishni Allohdan tilaymiz. Barliq qarindoshlardan Allah razı olsun.